Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun chisloyimiz 2 oktyabr soat 12:47 bo'ldi. Bugungi yevroga, dollarga yangiliklarni ko'radigan bo'lsak, bugun tendentiv yangiligimiz bor ekan. Bu noma'lum vaqt yangiligi, shu ishsizlik, nafaqa, bir narsalar, xullas aniq bir vaqti belgilanmagan. Bu agar ishsizlik o'sha yangilik ijobiy chiqadigan bo'lsa dollarga plus, agar salbiy chiqadigan bo'lsa dollarga minus. Xullas pozitsiya ochsanglar chiqadi, stoplayni olgani. Hazillashdim. Xo'sh, Euro USD ni kunlik time frame ni ko'radigan bo'lsak, bizda ichki kursida hali ham narx turibdi, ya'ni ichki kursidan tushib ketmayapti. Nimaga? Chunki NFP haftasida turibmiz. Buni ham inobatga olasizlar. NFP ga market tayyorlanayotgan bo'lishi mumkin, ya'ni dump stop handlar, bir narsalar ko'payib ketadi. E'tibor bersanglar, bizda o'sha birinchi kelgan PDRI zonamizga kelgan candle, shu candle deb oladigan bo'lsak, kechagi candle bu candle sweep qildi, ya'ni CRT ko'rsak bo'ladi. Ya'ni birinchi kelgan short term, ikkinchi kelgan ya'ni kechagi candle high'ni biz long term deb olsak bo'ladi. Ya'ni narx long termdan tepaga o'tib ketmasligi kerak. Ya'ni bugungi ochilgan candle, ya'ni shu zonada ochilgan bo'lsa, bir daqiqa, shu zonada ochilgan bo'lsa, tepaga manipulyatsiya qilayotgan bo'lishi kerak va pastga yana asosiy buys tomon harakatini boshlab kelgan, yana close, ya'ni low'ini qo'yib, close'ini qo'yib ketish kerak. Xullas qisqasi tilim aylamay qoldi. Ya'ni open, manipulyatsiya high, kelgan asosiy yo'nalish bo'yicha distribution low va close. Shunaqa shaklda bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki bizda strukturamiz bearish. PDRI zonamizga birinchi kelgan short term candle, ikkinchi kelgan long term candle dan olindi va long term high olinmasligi kerak. Ya'ni bugun yangilik chiqadimi, balo chiqadimi, battar chiqadimi, shu olinmasligi kerak. Nimaga? Chunki bizda e'tibor bersanglar, premium va discount zonamizni narx premiumida ham, OTE zonasida ham turibdi. Agar chapga suradigan bo'lsak, shu raqamimizni premium discount bo'ladiganimiz narx premium zonani OTE zonasida turibdi. PDRI zonamiz ham OTE zonada. E'tibor beringlar. Shu yerdan narx pastga tushib ketishi kerak. Ya'ni birinchi kelgan candle short term candle olindi. O'sha yana qaytaryapman. Long term candle olmasligi kerak. Endi 1 soatlik time frame ga tushib PDRI ga marketda reaksiyasini ko'radigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Bizda o'sha birinchi kelgan short term candlelari bu kuni olindi va u olgan ya'ni high o'sha kechagi dedimmi? Kechagi high bu high of the month, ya'ni oyni high nuqtasi bo'lishi kerak. Nimaga? Strukturamiz kunlikdan berish. O'sha oylik time frame'nikini ham tushuntirganman. Bundan oldingi videoni oldingisida, ya'ni 2 kun oldingi yoki 3 kun oldingi market tahlilida oylik time frame'dagi strukturani ko'rganman, aytganman. To'yiz, ya'ni biz oylik time frame'da e'tiborsiz qoldirayotganimiz yo'q. Oylik time frame'da ham analizlarimiz bor demoqchiman. Hozir yana qaytib tushuntirganimda undan ko'ra o'tib ko'ringlar. Ya'ni oylik time frame'da ham biz kursdamiz, ko'rib turibmiz. Xo'sh, demak, kecha bo'lgan price actionga e'tibor beramiz. Kecha kun ochilib tepaga manipulyatsiya qilib short term high'larni yechdi. Undan keyin market oxirgi minimum bilan MSS berdi va biz shu order blokdan birinchi kelgan candle short term candle ga market ikkinchi candle bilan tegina olmadi va ikkinchi candle uchinchi candle olganini hisobga olib va biz shu candle short term deb oldik, ya'ni order blokka kelgan. Undan keyin bu candle long term deb oldik va MSS dan keyin shu zonalardan setup qarab oxirgi liquidity poolni target qilib chiqayotganmiz va e'tibor beradigan bo'lsanglar, bizda o'sha liquidity pool kelyapti-da, srazu olib sweep qilib keyin ketyapti. Demak, MXM teoriyasi bo'yicha narx liquidity ni sweep qilsa, to'g'ridan to'g'ri tashqi liquidity, ya'ni
bizda o'sha strukturani oxirgi, ya'ni PDRI ichki kursidan reaksiya olgan candle'imiz shu candle'lar edi. Ya'ni bizda demak maksimum zonamiz shu. Narx undan oldingi minimum zonani yechgani uchun bizda keyingi minimum zonamiz shu. Ya'ni shu zonadagi range ichida market turgan edi va o'sha MXM teoriyasi bo'yicha narx grab qilmasdan sweep qiladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri yana tashqiga qaytadi degan tushuncha bor. Demak, e'tibor bersanglar, narx ketyapti-da, PDRI zonani shu IFVG dan balki kimdir sell kirganidir. Buni e'tibor bermay strukturaga qaramaydigan treyderlar va ularni stopini yig'ishtiryapti va e'tibor bersanglar, bizda bu birinchi kelganda biz short term deb oldik. Buni long term deb oldik. Long term tasdiqlanishi uchun market MSS berdi, to'g'rimi? MSS dan keyin narx yana bitta ko'tarilib, short term hosil qilib, long termga tegmasdan pastga tushib, shu zonadagi liquidity yechdi. Demak, endi bizda bu short term bo'lsa, endi yana bitta shu zonalardan shu ikkala highni biz yana short term deb olsak bo'ladi. Va bugungi ko'tarilish, e'tibor bersanglar, shu bunaqadan MXM BPR dan birinchi kelgan candle'larda no timingda o'sha Osiyo sessiyasida birinchi kelgan candle, ikkinchi kelgan candle tozalab, CRT qilib, shundan keyin qaytib yana order blockga birinchi kelgan candle, ikkinchi kelgan candle CRT qilib, yana ko'tarilib ketyapti. Ya'ni bu ko'tarilish intermediate term hosil qilinishi kerak deb men qarayapman, chunki boshida aytdim, kunlik time frame da aniq strukturada turibmiz. Va intermediate term high hosil qilingandan keyin marketda bugun o'sha e'tibor beringlar. Shularni o'chirib olay, chalg'imaslik uchun. Shu highlarni yechganini o'zi sabab bo'lishi kerak. Narx endi pastga qaytib, shu zonadagi minimumda olib MSS qilishi kerak va MSS dan keyin biz PDRI zona oqtarib, shu zonadan bitta swing pozitsiya ochsak bo'ladi. Например, stopimizni shu intermediate term high ga qo'yib yoki market bo'ylab, ya'ni tashqi liquidity yechilgunigacha, ya'ni 164.55 zonasi yechilgunigacha biz o'sha akkumulyatsiyalardan setuplar oqtarib kunni ichida trade qilsak bo'ladi. Demak, bizda bu ko'tarilishni intermediate term high deb olyapmiz. Qachon pastga yurish boshlanadi degan savolga, demak, birinchi daily bu candle bo'lsa, bu candle ikkinchi candle sweep qilsa, CRT qilsa va uchinchi candledan keyin pastga yurish boshlanadi. Ichki liquidity-larga aktiv ko'rmayapman men, chunki dailyda bizning biasimiz bullish emas, ya'ni berishga o'zgaradi. Bu ko'rinish, ya'ni bu birinchi kelgan candle konsolidatsiya bo'ladi oxirida, ya'ni candle soyasidan, tanasidan oxiridan soyasigacha где-то konsolidatsiya bo'lib, keyin yangi ochiladigan candle manipulyatsiya candle sweep qilib, undan keyin MSS beradigan bo'lsa, uchinchi candledan biz sell pozitsiya qaramaymiz. Prosta minimum zonani yechib berishi uchun u price action bo'ladi va minimum zona yechilsa, keyin qaytganda PDRI zona qoldirsa H1 time frame, keyin sell model qaraymiz. Tushundinglar deb o'ylayman. Men tushundim, sizlar tushundinglar deb o'ylayman. Bularni hammasini bitta tozalab turib, endi 5 minutlik time frame ga o'tsak. Xo'sh, akalar, 5 minutlik time frame da ko'radigan bo'lsak, tizilib ketaverar ekan, shu mishkani chap tarafini bosish esimdan chiqib qolaveradi mana. Xo'sh, demak, kechagi price action, kecha ham narx tepaga ko'tarildi, mana Osiyodan keyin tepaga ko'tarilib, kunni high nuqtasini yasab, undan keyin MSS berib, shu yerda Turtle Supla trade ga kirishdi, savdo qilishgan, toshbaqa sho'rvalar market tushib, ularni ayrimlari TP olgan, mana minimumga TP qo'yganlar olgan ekan, bular ham qoyil. Demak, mana minimum zonaga TP qo'yganlar bo'pti deyishgan, market boraverasizlar, sizlar toshbaqa sho'rvalarni yechishim kerak deb qaytib, toshbaqa sho'rvalarni yechib, keyin maqtanib ketay, bizga o'xshagan MXM traderlari ko'radiganlar bor, deydi, mana Turtle Supla ko'rishadi. Короче, o'sha MXM traderlar chetda pozitsiya qarashgan. Buni 1 soatlik time frame da tushuntirdim. Keyin o'sha bizning take profitimizni olib berib, undan keyin marketda 12 dan keyin, ya'ni abadga 12 dan keyin kechki midnight gacha marketda dead zone, ya'ni o'lik vaqtda o'zi ko'rib turibsizlar, market ham o'ladi. Undan keyin o'sha
boya ko'rdik, BPR bor edi. 1 soatlik time frame da BPR dan yaxshi reaksiya olib, birinchi kelgan minimumlarni tozalab, CIST qilib, ko'tarilib, Osiyoni high nuqtasini yasab, undan keyin narx qaytganda, keyin order block ko'rdik. Order blockga kelib, order blockda ham xuddi pastda yasagan market maker modelini yasab, undan keyin MSS dan keyin shu FVG mi? Yo'q, IFVG zonaga narx kelib, keyin ketyapti tepaga. 1 soatlikda ko'rdik. Mana bo'layotgan holatda biz konsolidatsiya, ya'ni dead zone konsolidatsiyasini ko'ramiz. Undan keyin market manipulyatsiya qilib, undan keyin pastga tushib, 1 soatlik time frame dagi boyagi minimum zonamizni yechib beradigan bo'lsa, undan keyin o'sha kunda high nuqtasini market yasaydi va shu zonalarda bitta liquidity pool qoldirib va liquidity pooldan keyin narx o'sha premium discount zonasini, premium zonasida 1 soatlik time frame da struktura yasab beradigan bo'lsa va o'sha strukturani ichida biz yana market maker modelini ko'ramiz. Ya'ni birinchi kelgan candle konsolidatsiya candle 1 soatlikda, ikkinchi manipulyatsiya, keyin MSS, PDRE, keyin liquidity poolgacha target narx tushib keladi pastga. Qisqasi shu, Amerika ochmaymiz, kunlik time frame berishda turibdi. Narx tepaga qarab ketvorsa ham bizga farqi yo'q. Hali boya aytganimiz oyni high nuqtasi deganimiz yoki nima dedim? Long term high degan nuqtamizni yechib tashlasa ham bizga qizig'i yo'q. Strukturamiz berishga o'zgaradigan zona, qanaqadir nimadirlar ixtiro qilmaymiz. Setup bo'lsa kiramiz, bo'lmasam ertaga kiramiz. Xullas, qisqasi ideya shu. Tushundinglar degan umiddaman. Tushunmagan joyinglar bo'lsa, YouTube'ga chiqadi bu video, to'g'rimi? Pastida kommentariya bo'limi bor, bemalol yozsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar. Update bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga qo'yaman. Telegram kanalimga o'tinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga ham iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Agar kim ko'rayotgan bo'lsa, prosta bu kayf uchun, ya'ni kunlik tahlil chiqarish, misol uchun maksimal 70 ta odam ko'rgan bo'lsa, birorta kunlik tahlilimni, bu prosta kayf uchun, ya'ni подписчик yig'ish, tam qanaqadir boshqa missiyasi yo'q. Prosta kayf qilaman, mana shu kunlik tahlil chiqarib, tam YouTube yurg'izsam, shuning uchun. Salomat bo'linglar, ko'p gapirib yordim. Kuninglar yaxshi o'tsin. Charchamanglar. Yana yangilik bo'lsa, update bo'lsa ko'rishamiz.